Alloh fazli bilan yaqin kunlarda inshaalloh musulmonlarga buyuk bayram bo'lgan Qurbon hayiti bayrami yaqinlashmoqda. Hojilarimiz Mino safariga, Minoga chiqishdilar. 2 kun, 3 kun o'tgandan keyin Arofatga chiqadilar. Arofatdan Muzdalifaga, Muzdalifadan yana Mino, Jamorat va haj amallarini tugatib inshaalloh vatanlariga qaytadilar. Biz bu yerda yurganlar uchun eng buyuk bayramlarimizdan biri bo'lgan Qurbon bayramini nishonlashligimiz, qurbonliklar qilishligimiz bu musulmonlarning shiori, musulmonlarning asosiy bir yilda shu 2 marta ulug' buyuk bayramlarimizdan bo'lgan bir bayramni nishonlashlik har bir musulmonning burchi hisoblanadi. Xo'p, Qurbon bayrami, Qurbon hayiti qanday bayram? Bu Ibrohim alayhissalomning itoati, Ibrohim alayhissalomning sunnati, Ismoil alayhissalomning taslimoti, ya'ni taslim bo'lganligi, otasini aytgan so'ziga taslim bo'lib boshini qo'yib berganligi va Allohning izni bilan jannatdan bir qo'chqor tushirilib, qo'y tushirilib, mana shu qo'yni qurbonlik qilishlik munosabati bilan bizga sunnat bo'lib qolgan, Ibrohim alayhissalomdan sunnat bo'lib qolgan Alloh taoloning buyrug'i bilan mana bu bayramni biz bayram qilib nishonlaymiz. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Qurbon hayitida hamma bir-birlari bilan yaxshi munosabatda bo'lishligi, hadyalar ulashishligi, bir dinimizga hech qanday aloqasi bo'lmagan yangi yil bayramlarini, yana boshqa bayramlarni nishonlaymiz. Ulardan ko'ra bu o'zimizni aqidaviy bayramimiz, dinimiz bayrami bo'lgan ulug' buyuk bayramni juda ko'tarinki ruhda nishonlashligimiz inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Qurbonlik qilishligimiz kerak. Har bir moliyaviy jihatdan to'laqon bo'lgan kishilarga qurbonlik qilishlik hammalariga vojib bo'ladi. Xoh ayol kishi bo'lsin, xoh erkak kishi bo'lsin. Ayollar ham o'zlariga nisobi yetgan bo'lsa, uydagi mol-mulklari, tillalari, turgan ko'rpa to'shaklari, idish-tovoqlari 85 gram tillaning miqdoriga chiqib qoladigan bo'lsa, u ayollarga ham qurbonlik qilishlik vojib bo'lib qoladi. Qurbonlik qilishlik balog'atga yetgan bolaga, aqli sog'lom kishiga va moliyaviy jihatdan yetarli kishi bo'lgan kishilarga, safarda bo'lmagan kishilarga vojib hisoblanadi. Qurbonlik